بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قرآن الكريم مرحمة قلده Estaizu billah hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan kishilar bilan bilmagan kishilar barobar bo'ladimi deb Alloh taolo so'raydi. Mana Imom domla aytib o'tdi, Qur'oni Karimda nozil bo'lgan eng birinchi oyat ana shu musulmon kishining ilmga bo'lgan qanchalik bir e'tibori katta bo'lishi kerak ishora qiladi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Qur'onda 6666 ta oyat nozil bo'lgan bo'lsa, ana shu 23 yil mobaynida 114 ta surada shu qancha minglagan kalimalar kelgan bo'lsa, mana shu kalimalarning ichida eng birinchi Alloh tomonidan Muhammad alayhisalomga yuborilgan kalima bu o'qing degan kalima bo'ldi. Hali namoz yo'q, hali roza yo'q, hali hech narsa yo'q islom hukmlaridan. Birinchi bo'lib nozil bo'lgan kalima bu o'qing degan kalima bo'ldi. Ilm mana shunday bir fazilati ulug' bo'lgan amallardanki, ilm bilan inson qullikdan podshohlik darajasiga ko'tariladi. Mana Abu Hazmda aytib o'tdi, mana Atoy ibn Abi Rabohda aytib o'tdi. Mana bizni mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi hayotdan misol oladigan bo'lsak, u kishini mana bilamiz Abu Yusuf degan katta shogirdlari bo'lgan. Abu Yusuf yoshligida ana shu Imom Azamdan ta'lim oladi. Imom Azam rahmatullohi alayhi ana shu Abu Yusufdagi bo'lgan zehnni, ilmga bo'lgan chanqoqlikni ko'radida, shu bolani yaxshi ko'rib aytadiki, "Bolam" deydi, "Mana shu mendagi ilmni yaxshi itqon bilan o'rgansang, podshohlarni dasturxonida taom yeysan, podshohlar senga taom tutadi" deydi. Fazilatlarni gapirib turib shuni ham aytadi. Abu Yusuf shu 10 yashar bola yoki 11 yashar bola uyiga borib ota-onasiga aytadiki, "Domlam mana qilib deyapti, ilm o'qiy ekan, menda qobiliyat bor ekan" desa, Abu Yusuf otasi aytadiki, "Bolam, Imom Azam ilm bilan shug'ullansa yarashaveradi. U kishi boy odam, savdogar bo'lgan Imom Azam. Biz nimamiz? Kambag'almiz. Ya'ni tirikchilikka yarab qolding, 1-2 dinor pul topib kelsang, akang, opang yoki akang singli yoki opang katta bo'lib qoldi, shularni chiqarishga yordam berasan" deb xuddi siz bilan bizni sharoitimizdagi bahonani aytadi. Sharoit ko'tarmayapti. Ya'ni ko'ringda, Alloh taolo kimga sharoit beradi, kimga zehnni beradi, Alloh taolo sinaydi. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayhi oldiga Abu Yusuf bor aytadiki, "Dadam bunday dedi, sharoitimiz og'ir ekan, men kuniga 2 dinor bo'lsa ham pul topib, oilamga yordam berganim yaxshi ekan" dedi. Birodalar, pulni katta o'ganda topsa ham bo'ladi, hunarni katta o'ganda ham o'rgansa bo'ladi, hamma yoqqa ulgursa bo'ladi katta o'ganda, lekin yoshlikdagi zehn, yoshlikdagi ilm bo'lmaydi. Muhtaram yosh ukalar. Ulgusizlar hamma yoqqa keyin. Pul ham topasizlar, mashina ham minasizlar, hamma yoq ulgusizlar, lekin kalla avvalgi kalla bo'lmaydi. Buni yosh kattalarimiz aytsin. Qunut duosini qanchadan beri yodlamay yurganlarimiz bor. O'ynab o'tirib yodlab qo'yadi qunut duosini yoshligimizga gapirib berganda. Shunda Imom Azam aytadiki, "Shu 2 dinor topib kirsang, seni ilm o'qishga ruxsat berishar ekanmi?" deydi. "Ha" desa, "O'sha 2 dinorni kuniga men beraman senga" deydi. Ya'ni savdogarchilikda hammamiz yaxshi bilamiz, pulni ko'proq foyda chiqadigan joyga sarflaymiz. Shunday emasmi? Birodarlar, savobni topishlikda, savob tijoratida ham ko'proq chiqadigan joyga sarflashlik kerak ekan. Imom Azam bilar ekan. O'zi ilm o'qityapti. Ilm o'qitganiga ajrini oladi. Endi unga sponsorlik qilganiga ajrni ham o'zi olyapti. Dasturxon solib 1-200 so'mni sarflab 4 odam qonun to'g'ri chiqara olasiz. Bu albatta xayr, lekin shu bilan tugadi savob. Shu 1-200 so'm pul bilan Qur'on o'qiyotgan, ilm o'qiyotgan talabaga olib bergizib qo'ysangiz, yoki bitta Qur'on berib qo'ysangiz, bilasizmi qanaqa ajr bo'ladi? Imom Azam olim bo'lganda qayerga sarflashini ham bilyapti pulini. Bo'lmasa 2 dinor dab chiqib kuniga yetim yesirga yoki kambag'al bechoraga sadaqa qilib ham sadaqa bo'laveradi. Shu kundan boshlab Abu Yusuf Imom Azamni qaramog'iga o'tadi, kuniga 2 dinordan pul to'laydi. Domlasi pul to'lab o'qitadi, birodarlar. Oylar o'tadi, yillar o'tadi, 25 ga kiradi, 30 ga kiradi. Imom Abu Yusuf deyarli bir olim bo'lib qolgan paytda qattiq kasalga duchor bo'lib, o'lar holatiga kelib yotib qolganda Imom Azam kelib yig'lar ekan. Shagirdining o'lib qolishligini o'ylab yig'lar ekan. Shunda Abu Yusuf, "Domla nima yig'laysiz? Endi Allohning taqdiri bo'lsa,
Kelgandan keyin ketaveramiz desa, bolam deydi. Sen bari o'lasan bir kun deydi. Men seni o'layotganingga emas, senga sarf qilgan ilmim odamlarga foyda bermasdan turib yo'q bo'lib ketayotganiga mehnatim yig'ilyapman degan ekan. Mendan keyin meni o'rnimga egallaydigan odam bo'lib yetishib qoluvding, olim bo'lib qoluvding. Endi qarang, mehnatiga achinyaptiki, men uchun ishlaydigan odam tayyor bo'lib qoluvdi. Men o'lgandan keyin meni ilmim odamlarga yetkazib, meni orqamdan bir savob jo'natib turadigan odam ketib qolayotganligiga achinib yig'layapman deydi. Nimasiga yig'layapti? E'tibor beringlar. Oradan 5 kun o'tib Alloh shifo berib, Abu Yusuf yaxshi o'qib qolar ekan. Kitobini qo'ltiqlab, domlasi dars o'tadigan xonaga qarab ketyapsa, Abu Yusuf, yaxshi o'qib qoldingizmi? Alloh shifo bergan bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Domlaning oldiga dars o'qigani ketyapman. Siz dars o'qimay qo'ying. Nimaga? Kecha yaqinda Imom Azam aytgan edilar. Mendan keyingi olim shu edi. Mana kasal bo'lib yotib qoldi, o'lib qoladi shekilli. Mendan keyingi olim shu edi degani. Siz olim bo'ldingiz. Endi siz dars o'qimay qo'ying deylar ekan. Deganda o'ziga ham aytgan, mendan keyingi olim sen eding deb. Narixonaga chiqib turib, o'sha fatvo ochishni boshlar ekan, dars o'qishlikni. Imom Azam odamlarni sal ozayib qolganligida, nima bizni shaharimizga bir yangi shayx kelib dars o'tyaptimi? Yo'q. Falon shahardagi ustozlar kelib dars o'tyaptimi? Yo'q. Kim dars qilyapti? Shagirdiz Abu Yusuf. Hali pishmadi. Pishmaganligi haqida ilmi yo'q. Yana ilmga taqalyapti. O'zini pishdim deb o'ylayapti. Ikkita shagirdidan bitta savolni berib jo'natar ekan. Bir narsani so'raysizlar, ha desa ham noto'g'ri deysizlar, yo'q desa ham noto'g'ri deysizlar. Ikkalasi borib bittasi so'raydi, ma'nosini qilsa bo'laveradimi? Ha deb javob bersa noto'g'ri aytdingiz deydi. U paytda oddiy odamlar ham oddiy bo'lmaganda, ular ilm eshitgan. Birodalar, ular ilm eshitgan. O'qib yodlamagan bo'lsa ham eshitgan. Noto'g'ri aytdingiz deydi. Hayron bo'ladi. Ertasi kuni bunisi keladida, ma'nosini qilsa bo'laveradimi desa, kecha onaga ha dedim, noto'g'ri dedi, bunga yo'q deb ko'raychi deb turib, yo'q deydi. Bilmaydi uni javobini. Yo'q desa noto'g'ri aytdingiz deydi. Shunda tushunadi qayerdan kelyapti savol. Domlasining oldiga kelib, Abu Imom Azam dars o'tayotgan joyda, "Ey shayx" deydi, tikka turib. "Bitta savol bor" deydi. Desa Imom Azam qaramasdan gapiraveradi bu yoqqa qarab. Ikkinchi marta so'raydi. Yana parvo qilib. Shunda tushunadi Imom Abu Yusuf. Cho'kka tushib, "Ey ustoz, bitta savol bor" deydi. "Qaysi savol?" desa, "O'zingiz bilasiz" deydi. Javobini beradi. Shu kundan boshlab Imom Azam vafot etgunga qadar shogird bo'lgan ekan. Imom Azam o'tgandan keyin qozi bo'lgan. Xalifaning huzurida o'tirganda nohata bir qimmatbaho faqat xalifa yeydigan ovqatni olib kelgan paytda imomga uzatinglar deb ilinar ekan. Hali qimmat ovqatni olib turib, oldiga qo'yib rosa kular ekan. "Ey imom, masala qilyapsan meni? Bu faqat o'zim yeydigan qimmat ovqat sizga bersam, masala qilyapsizmi?" desa, "Yo'q, ustozimni gapini amalda ko'rganligimdan xursand bo'lib kulyapman" deydi. Ustozi nima deganida? Ilmni yaxshi o'rgansang, podshohlar qo'lida senga taom tutadi deganida. Bitta kambag'alning bolasi edi. Shu darajaga nima olib chiqdi uni? Ilm olib chiqdi. O'qim nima bo'lardi? Ko'ryapmiz, ana diplomlilar, bittasi faollik qilib, bittasi tahsil qilyapti. 80-yilda bu yoqda shu gap paydo bo'lib qolgan bizda. Shunday emasmi? Hozirgi kunda mana buni yasash u yoqda tursin, birodarlar. Ichidagi funksiyasini ishlatishlikka aqlimiz yetmaydi to'liq. Ilmimiz zo'rligidan. Musulmonlar nima qolib ketdik? Ilmga beparvo bo'lib ketdik. Faqat din ilmida tushunmaylik. Dunyoviy ilm ham bunga kiraveradi, birodarlar. Utlub ilm va bisin deb Rasululloh ilmni Xitoydan bo'lsa ham o'rganadi deganda, Xitoydan e'tiqod, diniy bilimni o'rganilmaydi. Dunyoviy ilm o'rganiladi. Ilmga beparvo bo'lib ketganmiz, birodarlar. Mana shu ilm fazilat haqida bu kirish qismi edi. Mana ilm fazilat haqida ba'zi bir narsalarni o'rtoqlashgan bo'lamiz. Sizlarni qovoqlaringlar og'irlashib qolgunga qadar inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida sahobalari bilan o'tirib suhbat qilib o'tirganda 3 ta odam kirib keldi. Kirib keldida halqa bo'lib o'tirishganda doira bo'lib, birinchisi qaradi, jinga bir ochiq javob berdi. Qisqacha yurib kelib o'tirdi. Ikkinchisi odamlarni bezovta qilmaydi, orqasiga o'tirdi. Uchinchisi bunday qaradi, orqasiga chiqib ketdi. Ilm majlisiga 3 xil munosabat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, mana shu 3 ta odamning xabarini beramiz sizlarga dedi. Qisilib kelib o'tirgan, intildi, Allohning oldiga keldi, Alloh ham uning oldiga keldi dedi. Ikkinchisi odamlarga ozor berishdan hayo qildi, Alloh undan ham hayo qildi dedi. Uchinchisi ilm majlisidan yuz o'girdi, Alloh ham undan yuz o'girdi dedi. Olyapmiz kanalda.
Diqqating masala bo'lyapti ekan. Insof qilinglar, boshqa kanalga olib Yonib aytyapman. Kamdan kam Alloh rahmat qilganlarimiz to'ta eshitaylik ozgina, ilmdan foydalanaylik deymiz. Biz qadr yetmaymiz-da. Undan ko'ra bitta konsert yoki bitta siz uchun ko'rganimiz yaxshi birodarlar. Yana to'g'rimi? 100 o'girgandan Alloh 100 o'girdi deyapti. Jinni kallani ishlataylik mana shu joyiga. Mana sahih hadislarda keladi. Bu juda ko'p qaytarilgan hadis, lekin 10 ni kelganligi uchun buni qayta bir marta qaytarishga to'g'ri keladi. Alloh taoloning yer yuzida kezuvchi farishtalar bo'ladi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bizda aytganda bir revizor farishtalar bo'lar ekan. Bandalarning nima ish qilayotganligini kitobga tushirib, Allohning surga olib chiqib topshiradigan farishtalar kezib yurganda, bir to'p odamlar Allohning uyida zikr qilayotganligini guvohi bo'lar ekan. Biz birodarlar inshaalloh. Yoki bir uylarda dars majlisiga kelar ekan. Qayerda qimor o'ynashyapti, qayerda lato o'ynashyapti, qayerda uxlashyapti, qayerda kompyuter o'ynashyapti, ilm majlisi bo'layotgan joyga kelar ekanda, halumma ila bug'yatikum, ey bu yoqqa kelinglar deb qo'shqa farishtalar ham chaqirishar ekan. To'planar ekan farishtalar. U yerdagilar qilayotgan ishlarini yozib Allohning huzuriga chiqqanda, Alloh subhanahu va taolo bandalarini nima ish qilayotgan holda tashab chiqdi. Alloh biladi nima qilayotganimizni. Shunda farishtalar aytar ekanki, senga hamd aytayotganligini, senga tasbih aytib, seni zikr qilayotganligini tashqi ko'rib chiqdik. Alloh taolo so'rar ekan, bandalarim nimani talab qilishyapti o'sha o'tirishligida? Alloh biladi nimani talab qilayotganimizni. Pul talab qilyapmizmi? Jannatmi? Jannatni talab qilyapti. Alloh taolo so'rar ekan, nima ular jannatni ko'rganmi? Ko'rgan emas. Agar ko'rganda qanaqa bo'lardi? Unga bo'lgan shavqi yana ham oshar edi. Nimadan panoh so'rayapti ular? Nimadan qo'rqishyapti? Alloh biladi nimadan qo'rqayotganimizni. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqmayapmiz-a? Yo shundaymi? Jahannamdan qo'rqyapmiz. Nima der ekan Alloh taolo? Jahannamni ular ko'rganmi? Yo'q, ko'rmagan. Agar ko'rganda qanaqa bo'lar edi? Jahannamdan qo'rqishini qattiq bo'lardi. Alloh taolo mana shu farishtalarni guvoh qilib aytar ekan, mana shu majlis ulug'ligidan guvoh bo'linglar. Birortasini gunoh qoldirmasdan enidan tug'ilganda gunohlarni kechirdim hammasini der ekan. Agar niyatimiz Allohda zikri, ilm o'rganish niyatida kelgan bo'lsak, har dars eshitganimizda, har ilm o'rganib chiqib ketayotganimizda gunohlardan tozalanib chiqib ketamiz, shuni his qilaylik. Shunda farishtalar aytgan Parvardigor, to'xta, bitta bandang bor o'shada. O'zi ilm majlisiga kelgan emas, bir hojat uchun kelgan edi. Kirib o'tirib qoldi majlisda. Ha? Bir narsa so'rab keldi, yuring bu uyimizga mehmonlar bor, bir pela choy ichib ketasiz, uyga olib keldi, dars bo'lyapti uyda. U nima deb keldi? Ilm deb keldimi? Yo'q, hojatim deb keldi. U niyati ilm emas, lekin o'ralashib kirib qoldi hali yerga. Uni ham gunohini kechiraverasizmi? Bu ilmda, bu majlis ulug'ligidan bu ham bebaho qolmaydi. Adashib kirib qolgan bo'lsam gunohini kechiraman deb. Biz mana shu ilm majlisini quvolashimiz kerak. Keling, dars bo'lyapti. Bolalar biz keladi desa, aka rahmat. Agar ziyofat deganda kelib o'tirar edi. Masala eshitishga toqatimiz yo'q, tan olinglar. Nazarimizni zerikkanga o'xshaymiz, nauzubillah. 100 o'girgandan 100 o'giradi Alloh deyilyapti. Mana ulamolar aytadi, yaxshi hamsuhbat deydi. Masalul jalisus solih ka matal hamilul misk. Yaxshi hamsuhbat deydi. Xuddi mushk ambar sotadigan attorga o'xshaydi. O'tirsangiz Allohning zikrini qiladi, Allohni eslatadi, bismillah deydi, Allohdan qo'rqing dedi, boshqa narsani gapirmaydi. Bu atir sotadigan odamga o'xshaydi deydi. Atir sotadigan odamning oldiga kelsangiz, pulingiz bo'lib ololmagan chog'ingiz ham shiydan maza qilasiz, shundaymi? Ahli ilm bilan o'tirgan vaqtingiz bo'lmasa, eng kamida yoniga kelganda axloqidan ko'ra maza qilasiz. Endi yomon hamsuhbat deydi, go'laxiga o'xshaydi deydi. Kachigarga, trubachisiga o'xshaydi deydi. Haliginga tegib kelsangiz, kiyimingizni qiladi. Agar temasini ehtiyot qilib olsangiz, burningizga sassiq uradi deydi. Yomon hamsuhbat bilan o'tiradigan bo'lsangiz, uni yomonligidan sizga albatta ta'sir bo'ladi. Agar o'tirmasdan o'tib ketyapsiz, albatta bir narsa sizga yoqmaydi. Qaraylik, kimlar bilan hamsuhbat bo'lyapmiz. Ulamolardan biri aytadi, mana Abu Ishoq, agar bir kishini hayotda hamma qilayotgan ishi yaxshi bo'lsa-yu, lekin yomon odamlar bilan ulfat bo'lgan bo'lsa, bu qilgan yaxshiliklari bir pul deydi. Va bir odam yer yuzidagi jamiki yomon ishlarni qilayotgan bo'lsa-yu, lekin hamsuhbat bo'lgan kishilar, yaxshi ahli ilm odamlar bo'ladigan bo'lsa, bu odamning qilgan yomonliklari yaxshilik deydi. Ya'ni tuzatsa bo'ladi buni. Ulfating aloqonat bo'lsa, yeyishing hanaqa deyilgan birodarlar. Qaraylik kimlarni do'st tutyapmiz.
Kishi deydi Rasululloh, do'stini dinida bo'ladi deydi. Kishi kimi do'st ekanini qarang. Atrofingizda qarangda kimlar bor? O'shlardan bittasi siz. Agarchi ular qilayotgan ma'siyatni qilmayotgan bo'lsa ham. Ilm majlisiga kirgan odam agar ilmni eshitsa-yu eslab qola olmasa biror narsa bormi unga? Bor, yo'q demanglar. Albatta bor. Bu ilmni eshitib eslab qola olmagan bandaga nimalar bor qarab turinglar. Birinchidan, ilm o'rganuvchilarga beriladigan ajr beriladi. Agarchi ish bolada eslab qolmagan bo'lsa ham, kirganligi uchun shu yerga. Borib uxlashi ham mumkin edi uyida. Ikkinchidan, modomiki ana shu majlisda o'tirar ekan gunohdan tiyilib o'tiribdi. Ishonaveringlar, hozirchi kallalarga jinnikka tayyor ham kelmaydi. G'iybat ham yo'q, shikoyat ham yo'q, ko'zli zinosi, tilli zinosi ham yo'q. Mana shu ma'ruzani eshityapmiz, namoz o'qiyapmizmi? Gunohdan tiyilib turibmizmi? Ko'chada yurganimizda tinimsiz ko'z zinosi bo'layotganini bilasizlarmi? Suhbatimizni ziynati, hasad, g'iybat, gap tashlikligini bilasizlarmi? Indamay tursiz gunohdan tiyilasizmi? Ilm majlisiga kirib o'tirgan odamga beriladigan ikkinchi narsa xato va gunohlardan tiyilib turadi. Uchinchisi, ilm majlisidan chiqib uyga borar ekan albatta unga Allohning bir rahmati bo'ladi. Chunki aytilganida ana shu ilm majlisi bo'layotgan joyga Allohning rahmati yog'adi, barakoti yog'adi, farishtalar tushadi, xotirjamlik keladi deydi. Ilm majlisi tuganda bilasizmi? Xotirjam bo'lib qolasiz. Kelganingizda 39.8 da temperatura, ketayotganda 36.6 bo'lib qoladi. Joyingizga tushib qolasiz. Xursand bo'layotgan bo'lsangiz ham joyingizga tushib qolasiz, siqilib bo'g'ilib ketgan bo'lsangiz ham joyingizga tushib qolasiz. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar faqat Allohni eslaganda orom olmaydimi, deyapti Alloh. Qalbingiz Allohning zikrini eslatganligi uchun nima qildi? Orom oldi. To'rtinchidan, ana shu joyda o'tirar ekan Allohning rahmati, barakoti yog'iladi, unga erishadi. Beshinchidan, modomiki eshitib turar ekan har bitta o'tirgan lahzasiga ajr yoziladi. Va oltinchisi, farishtalar undan rozi bo'lib, qonatini ustiga yoyib turadi deydi. Albatta olimga dedi payg'ambarimiz, farishtalar, mahluqotlar, hattoki suvdagi baliqlar tasbih aytadi. Farishtalar qonatini yozib turadi oyog'ini tagiga deydi. Uni bosib ketayotgan yo'liga rozi bo'lganligidan deydi. Birodarlar, ilm o'rganaman deb kelayotgan bo'lsak, farishtalarning qonatida keldik hozir. His qilinglar shuni. Va 7-beriladigan ajri har bitta bosgan qadami bitta gunohini yuvsa, har bitta ko'targan qadami savob bo'lib yoziladi. Nima yutkizyapmiz aytinglarchi? Bu kimga? Hech narsani eslab qolmay chiqib ketgan odamga. Endi ozgina bir narsani eslab qolib hayotda amal qilishga yarab qo'ygan odamga nima berilar ekan? Ba'zi hukmlar aytadi, innalloha lillahi ta'ala jannah fid dunya. Man dakhala xataba ayshuhu. Dunyoda Alloh taolo tushirib qo'ygan jannatiy hayotdan bir shingil bor degan ekan. Ya'ni bir chimdim jannatiy hayot bor degan ekan. Jannatda nima bo'lmaydi? G'am bo'lmaydi. Jannatda nima bo'ladi? Xotirjamlik bo'ladi. Demak, dunyoda bir chimdim jannat hayoti bor deydi. Nima u desa ilm majlisi deydi. Xotirjamlik kelyaptimi qalbingizga? Demak, ana shu jannatdan tushirilgan bir chimdim xotirjam hayotda yashaysiz. Jannatiy hayot. Jannatda ham bo'lmaydi, birodarlar. Inshaalloh boraylik-da, ko'ramiz. U yerda muammo bo'lmaydi. Hattoki posh bo'lib turinglar degan problema yo'q. Chunki sizga berilgan xur sizdan boshqa hech kimning ko'ziga ko'rinmaydi. Chunki birodaringiz shunday sizni jannatingizga bosib kirib kelishiga haqqi bor. O, palonchi kirolaymi desa bu muammo, jannatda problema bo'lishi mumkin emas. Shunga kirib kelaveradi. Endi kirib kelsangiz siz xurizmda o'tirgan bo'lsangiz, xijolatchilikmi, erkak kishida g'ayr bo'ladi musulmon odam. Shu problema bo'lmasin deb Alloh taolo bizni aqlimiz olmaydigan qilib yechib qo'ydi. Bu xur faqat sizga ko'rinadi. Kirib kelaverasiz men oldimga. Birodarlar, g'am jannatda bo'lmaydi, xotirjamlik jannatda bo'ladi. Dunyodagi xotirjam hayot bozorda bo'lmaydi, televizorda oldida bo'lmaydi, pulni ko'pligi bilan bo'lmaydi, ilm majlisida bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib aytdiki, mana Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan, "Ya Rasululloh" dedi. "Mata qiyomus saa? Qachon qiyomat bo'ladi?" dedi. Desa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma'adat talaha." Nima tayyorladingiz unga so'rab qoldingiz? Tayyor qoldingizmi qiyomat surishtirib qoldingiz? Dedi aytdiki, kishi
Bu namoz, ro'zani ko'paytirib yubormadimu, shu bitta narsa bor qalbimda dedi. Nima dedi? Bu Alloh va Rasulini hammadan ustun ko'raman dedi. Eng yaxshi ko'rganim Alloh va uning Rasuli dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdiki, al-mar'u man ahabba va anta man ahabbta. Kishi qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rgan kishilar bilan bo'ladi. Siz ham albatta yaxshi ko'rganingiz bilan qiyomatda birga bo'lasiz. Biz kimni yaxshi ko'ryapmiz, qaranglar. Ahli ilmni, ahli taqvoni yaxshi ko'ryapmizmi? Payg'ambarlarni, sahobalarni yaxshi ko'ryapmizmi? Qiyomatda shular bilan bo'lamiz, birodarlar. Yo aksincha, boshqalarni yaxshi ko'rayotgan bo'lsak, albatta o'shalardan bo'lamiz. Endi demak, yaxshi ko'rib qo'ysanglar bo'ldi ekan degan xayolga bormaylik. Agar yaxshi ko'rib qo'ysanglar birga bo'laversa, yahudiylar Musa alayhisalom bilan birga bo'lish kerak jannatda. Nasroniylar Iso alayhisalom bilan bo'lish kerak. Agar faqat yaxshi ko'rib qo'ysanglar bo'lsa, u bilan bo'lmaydi. Yaxshi ko'rgan kishilarimizni qoldirib ketgan sunnatiga amal qilsak bo'ladi. Tushunarlimi? Meni otam Qorixon deb ichib yuradigan bo'lsa bir odam, u Qorixonning bolasi emas. Shundaymi? Qoldirib ketgan yo'lga ergashsa yana ko'chlar bilan birga bo'lamiz. Hamma bozorda hozirgi zamonda edi qabr baqir-chaqir savdolar zo'r bo'lib turgan paytda Abu Hurayra roziyallohu anhu shunday bordida, ahli bozor dedi. Masjidda Muhammaddan qolgan merosni bo'lishyapti, quruq qolyapsizlar dedi. Ahli bozor yugurib bordi. Borsa hech qanaqa meros bo'linmayapti. Qaytib kelishdi Abu Hurayra, siz yolg'onchi odam emas edingiz-ku, hech narsa bo'linmayapti u yerda dedi. Meros degan faqat pulni tushunamiz biz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Biz payg'ambarlardan dinor bilan dirham qolgan emas, bizdan ilm qolgan. Kim bu ilmni olgan bo'lsa kattanasi yetishibdi deydi. Ulamolarni payg'ambarimiz alayhisalom o'zidan keyingi o'rinbosarlar deb aytgan. Al-ulama varasatul anbiya degan. Nima bo'lyapti ekan masjidda desa, bir joyda Qur'on o'qishyapti, bir yerda zikr qilishyapti desa, Muhammaddan shu qolgan deydi. Muhammad alayhisalomning merosini bo'lishib o'tiribmiz, birodarlar. Qolgan merosga javob beriladi. Qolgan meros bizni pastga tortadi. Payg'ambarimizdan olgan merosni oladigan bo'lsak, tevaga yuqoriga tortadi bizni. 22 ming to'pda endi og'irlashib qolyapsizlar, birodarlar. Samga qimilib olsanglar yaxshi bo'ladi, qon aylantirib. Ozgina qoldi. Mana quyida juda bir chiroyli narsa bor ekan. Imom Faqih aytadi, har bitta majlisda yuqtiradigan narsasi bo'lar ekan. Gripplarni ichiga kirsangiz gripp bo'lasiz. Kachigarxonaga kirsangiz chang bo'lasiz. 8 ta majlis aytilinadi hozir. 8 ta majlisda o'tirsangiz nima yuqtirib chiqib ketishingiz aytilyapti. Ya'ni albatta biz qaysidir majlisda nima qilamiz? Misol bir inson odamlarga aralashmasdan yashamaydi-da, yolg'iz bo'lib, shundaymi? Albatta yo bozorda bir majlis bo'ladi, yo bir qarindoshlikda majlis bo'ladi, jo'rachilik va hokazolar. 8 ta majlis bor. Kim qaysi majlisda o'tirsa, nima yuqtirib chiqib ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchisi, man jalasa samaniya asnaf minan nas zadahullohu samanta ashya. 8 ta majlisda kim o'tirsa, 8 ta narsa ziyoda bo'ladi. Birinchisi, kim boylar bilan o'tirsa, nimasi oshib ketadi bu odamda? Dunyoga bo'lgan rag'bati oshadi. Oddiy hayotiga normal ko'nikib yashab yuruvdi. Boylarning uyida yuribdi. Qachon qarasa jo'ralari boylar. Haligilarda hayotini ko'radida, o'zini hayotini solishtirib ko'rib turib, dunyoga bo'lgan muhabbati oshadimi? Bu faktda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan, boylarning uyiga kamroq boringlar, dunyoga bo'lgan muhabbatinglar oshib ketadi dedi. Aytganmiz-ku, dunyo ishida o'zidan pastroqqa qarasangiz, rozi bo'lib yashayverasiz hayotingizdan. Endi o'zingizdan yuqoriroq bo'lgan, puli ko'proq odamni ko'rgan payt, to'g'rida tiko mini yurgan bo'lsa, bitta eshikka chiqib qo'ysangiz, nima bo'ladi? Muhabbatingiz oshadimi? Rozi bo'lib yurdi shunaqa tikongizga ham. Kamroq boringlar deya, bo'lmanglar demayapti. Bu ana shu boy bo'lmagan odamlarga aytilyapti. Muhabbatinglar oshib ketadi dunyoga deydi. Kim fuqarolar bilan ko'p o'tirsa majlisda, Alloh uni Allohning bergan kuniga rozilik degan sifatni ziyoda qilib qo'yadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'proq kambag'allar bilan yurgan ekan. Aytayapmiz, o'zingizdan pastroq bo'lgan odamni ko'rsangiz, tijorat ahvolida, iqtisodiy ahvolini shukr qilaverasiz. Shundaymi? Kambag'allarning majlisda ko'p o'tirgan odam Allohning bergan kuniga roziman degan sifati ziyoda bo'ladi. Boylik shunda bo'ladi. Inshaalloh mana rizq haqida darslar boshlaymiz erta-indindan. Ko'ramiz o'shunda boylik nimaligini. Kim sultonlar bilan, amaldorlar bilan o'tirsa, Alloh uni qalbidagi kibrni
va qalbidagi qattiqlikni ziyoda qiladi dedi. Xo'jayinlar bilan, amaldorlar bilan ko'p yurgan odam, xo'jayin amaldorlar tabiiy, u xolasa olamasa qalbi qattiq bo'lib ketadi. Buyruq beradi, ancha-munchalarni haydab olish kerak, qattiq gapirish kerak. Ishini tabiati shunaqa. Va gapi doim o'tib keladi. Kibri va qalbini qatishi ziyoda bo'ladi dedi. Biz o'zimizdan bartaraf bo'lgan odamlarga jo'rab olishga harakat qilamiz-ku. Falonchilar bilan men jo'raman deb faxrlanib yuramiz. Falonchilar bilan men oshiyman men. O'zi pilni dumisansa, agar pil bo'lsa ular. Chimonini boshida bo'lganing yaxshi edi bu o'rinda. Kim ayollar bilan ko'p majlisda o'tiradigan bo'lsa, jahlini, shahvatini va aqllarini zaiflashiga ziyoda bo'ladi. Ayollar bilan ko'p aralashib yurgan odamni shahvati, jahli va aqlini johillikka moyilligi ziyoda bo'ladi. Oddiy misol, 2 metr materialni bitta to'yda buzib yuboramiz-ku, xotinning gapiga kirib. Sizga 20 metr bo'lmaydimi? Siz erkaksiz, sizga baribir 2-3 metr farqi yo'q, lekin bitta ahmoq xotinni 2 metr materialga yoki bitta qo'ymagan bir qandaydir latasiga yillab to'plagan pulingizni xonavaron qilib yuboradi. Siz xo'p deb ketaverasiz orqasidan. Bu nimani belgisi? Xotin kishilarning aqlini hammasini ham aqli zo'r emasligini belgisi. O'shuning uchun Odam alayhisalom aytdi-yu, xotiningni havoi nafsiga qul bo'lma dedi. Kim yosh bolalar bilan ko'p o'tirsa majlisda, ya'ni o'zidan kichkinalar bilan ulfat bo'ladigan bo'lsa, Alloh bu kishini maza bemaza gap, lag'v, bekarchilik bilan ovora bo'lishini ziyoda qilib qo'yadi. Yosh bolada g'ami nima? O'sha kompyuterxonada 5 so'mini yo'q qilib olish yoki o'sha kapaladagi qog'ozni yerga urib yutib olish. Olim odamga beriladigan eng qattiq jazo qaysi desa aytishgan ekanki, olimni bir turmaga johil bilan qamab qo'ysa, shu olim uchun eng qattiq jazo bo'lar ekan. Siz nima g'amday, bu nimani gapiryapti? Siz tog'dan kelasiz, bu bog'dan keladi. Agar yosh bolalar bilan ko'p aralashib yurgan odamni bekarchiligi, maza bemazagarchiligi ziyoda bo'lib ketadi deyapti. Kim fosiqlar bilan majlisda ko'p bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu kishining qalbida gunoh, ma'siyatlarni qilishlikka jur'atni ziyoda qilib qo'yadi. Yuribdi-yu. Chekkaningizga hijolat olib yurudingiz bir chekada. Endi ichadigan, kiyadiganlar bilan yursangiz, chekishlik uni oldida nima? Yaxshi odamlar bilan yurganda chekishlik ayib bo'lyapti. Endi fosiqlar bilan o'tirsangiz, bu sharaf bo'lyapti. Zato men kiydamayman deyapsiz. Ya'ni gunoh, ma'siyatni qilishlikka yurakda nima kuchayapti? Quvvat kuchayapti. Nima bo'ldi? Men istam uyimni topib boryapman men. Men nima qilyapman? O'zimning pulimga yeyapman. Fosiqlar bilan ko'p o'tirgan, qaranglar birodarlar, atrofimizdagi jo'ralarimiz kimlar? Agar ularni yaxshilikka torta olmayapmizmi, unamayaptimi, ajralaylik ulardan. Kim solih kishilar bilan majlisda ko'p bo'lsa, solih kishilar o'ziga bir do'st tutadigan bo'lsa, Alloh u kishini haromdan uzoqlashlikka, toatni qilishlikka rag'batini kuchaytirib qo'yadi. Ikkita oshna gaplashyapti. Qancha o'qidingiz bugun desa, bugun 7 pora xatm qildim desa, men 3 pora xatm qildim, siz uyalasiz. Odamlar 7 pora xatm qilyapti ekan. Menchi. Men kichik o'g'lim ikkita suriyatlarda o'tgan oyda desa, siz o'g'lingiz so'kinish ko'rganda 2 xil. Yaxshi odamlarni ko'rganda, mana qilsa bo'lar ekan, ular ibratda sizga. Bo'lar ekan deysiz. Yaxshi odamlar bilan, solih odamlar bilan ulfat bo'lgan, ularning majlisida ko'p o'tirgan kishini Alloh taolo ibodatga bo'lgan nimasini kuchaytiradi? Rag'batini kuchaytiradi. 10 pora o'qidik masjidda kecha deydi. 3 kecha deydi. 2 pora o'qiyapmiz desa uyalasiz. Bizda 1 pora ham atlim qilmayapti akalar. Bizda talabiylar o'qilyapti. Shunga ham bora olmaymanmi deysiz. Odamlar qayerga borib 5 porada turyapti ekan. Neujali men shunchaga yaramayman deysizmi? Yaxshi odamlar bilan ko'proq ulfat bo'laveraylik. Va kim va man jalasa ma'al ulama zadahullohul ilma wal wara. Kim olimlar bilan majlisda ko'p bo'lsa, bu kishini Alloh ilmini ziyoda qiladi va xudojo'ligini ziyoda qiladi. 8 ta majlis. Mana ozgina narsani eshitdik. Ozgina narsani o'rgandik. Demak, 8 tasi esimizda qolmadi, to'g'rimi? Nimaga qolmadi esimizda sirasi, bilasizlarmi? Nimaga sirasi 8 tasi eslab qoladi? Kim aytib beradi 8 tani?
Aytib berishimiz qiyin. Sabab birodarlar. Sabab. Ana shu gunohlarni ko'p qilyapmiz. Ko'zimiz bilan, tilimiz bilan, qo'limiz bilan, qonimizga ancha-muncha halol harom narsani yeb qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Imom Shofiy rahmatullohi alayh zehni shunaqa bo'lgan ekanki, mo kitobni betiga qo'lini bunday qo'yib turib, moni o'qigan ekan. Keyin buni to'sib turib, buni o'qigan ekan. Nimaga desa, bir marta o'qiganda yotlar ekan, bir marta. Shu ko'zim tushib qolsa manaqa, men to'sib olmasam. Biroq qator marqa aralashib qolmasa, shunaqa bir fenomenal bo'lgan ekan pamit. Mashaqni bir marta o'qir ekan, bir marta o'qir ekan. Bir kun kelib o'qisa, bir marta o'qiyotib olmabdi. 2-3 marta o'qibdi-da, ustoz voqeaga shikoyat qilibdi. Bu nima bo'ldi menga? Nimaga olib qolamadim har kim bunaqa desa, orqani qarang-chi deydi. Kelyapti nima ish qildi desiz. Qarasa, ko'chadan kelyapti bir ayol kishini tovoni ochilib qolganda ko'zimda to'xtab qolgan ekan tovoniga qarab. Shu zehnini teppa-tenga pasaytirib olgan ekan. Xulosa, bizning kallamiz yana ham ishlayapti birodarlar. Pul topishga ishlayapti, uy solishga ishlayapti, dunyoda ishni tatbiq qilishga, lekin ilm o'qishga kelganda kallamiz nima bo'lyapti? Ishlamayapti. Xo'p, demak, zehnimizni pasayib ketayotganligini sababi gunoh qilayotganligimizni qayerda o'rgandik? Ayollar bilan o'tirib o'rgandikmi? Yo yosh bolalar bilan o'tirib bilib oldikmi? Qayerda o'rgandik? Ilm majlisida o'rgandikmi? Bilmasak yo'ramidik? Quni duosini aytolmayapman hali endi. Yarim soat bo'ldi mana. Mana shunday bir chiroyli so'zlar bor ekan. Olimning yuziga qarab o'tirishlik ibodat, Ka'batullohga qarab o'tirishlik ibodat, Qur'onga qarab o'tirishlik ibodat. O'qiy olmasa ham. Mana hadislarda keltirilibdi. Kim olimni ziyorat qilsa-da Rasululloh xuddi meni ziyorat qilgandek bo'ladi. Kim olim bilan qo'l berib ko'rishsa, xuddi men bilan qo'l berib ko'rishgandek bo'ladi. Kim olim bilan o'tirsa, men bilan o'tirgandek bo'ladi. Kim men bilan dunyoda o'tirgan bo'lsa, albatta Alloh taolo qiyomat kunida bu kishini men bilan albatta o'tkazadi deydi. Al-ulama varasatul anbiya. Ulamolarni payg'ambarlarning merosxo'rlari degan. Ulardan bilan foydalanadi birodarlar. Insonni dunyoda to'playotgan narsasi juda ko'p. Lekin shu to'playotgan narsalar ichidagi eng afzali ilm. Chunki biz dunyoda to'playotgan hamma narsamizni qo'yib ketamiz yerda betiga. Bolalarimizga birodarlar, pul topib uy solib bermasdan ilm o'qitaylik. U pulni topishga ulguydi, lekin yoshida vaqt yo'qotadi. Shunday emasmi? Farzandlarini kelajagini o'ylagan ota degan ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, taqvo qilib yashasin, shuni o'zi yetadi degan ekan. Taqvo qilib pul topsin, taqvo qilib yegasin, taqvo qilib ilm o'rgatsin, inshaalloh bolasi xor qolmaydi, ko'chada qolmaydi birodarlar. Ilm mana shunday bir ulug' narsa. 8 ta majlisda aytib birodarlar, qaysi majlisda ko'p o'yishni mana o'zimiz tanlaylik. Alloh subhanahu va taolo eshitgan amallarimiz va mav'izalarimizga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Zero Alloh tavfiq bermasa birodarlar, ko'zimizni ochib olib yurishimiz ixtiyorimizda emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.